Mana biz endi Qirg'iziston poytaxti Bishkekdamiz. Bishkekda ikkita ustanovka qildik. Yana 3 tasi yo'lda kelyapti, xudo xolasa. Bu abordinerlarimiz kafelni kley, rodman shpakilovka, nalivni pol hammasi ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan. Bu zavodlarda azili do'stimizga quryapmiz Bishkekda o'ziga. Do'stimiz bilan eskidan do'stligimiz bor. Birga ishlab yuramiz. Endi o'zi uchun asobiy bitta sex qilyapti. Bu sexlarni yurg'izgani keldik Bishkekka kelib bugun hozir bular hammasi ichida hozir rastovor bor, chiqaryapti, ishlab pitaniga qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa bularni chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Agar kimga shunaqangi uskunalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaversa, ekran tagiga nomerimizni qo'yamiz. Aziz do'stimnikini ham qo'yaman, o'zimni ham nomerimni qo'yib qo'yaman. Xohlagan odam Qirg'izistonda nomeriga chiqishi ham mumkin, o'zimga ham chiqishi mumkin. Baholarda senasda razlisa bo'lmaydi, xudo xolasa. Qani bo'lsam stoylar bir oshna ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Bu aziz do'stim mana. Assalomu alaykum. Biz do'stimga zavod quryapmiz, xudo xolasa yangi birinchi ishlab chiqargan mahsulotlarimiz Spray Mix. Mixtra. Birinchi chiqarib. Bularni sen tushuntir, men tushuncham yo'q. Firma Mixtra. Inshaalloh biz chang chiqarib boshladik. Штукатурка гипсовая. Машина нанесение. Штукатурка qilmay. Seme kirpishning üstünde sırası şu alat. Bu sepiladigan suxoy bo'ladi, sepiladi, apparatda sepiladigani bu, ha? Mashinka bilan. Ha, bunisi-chi? Bu gazoblok, polistrol blok, kley для kladka. Ha, kladka. Ha, bu kafelni kley emas bu. Yo'q, gazoblok, polistrol blok, gipsoblok bu. Ha. Kladkaga bu. Kley. Kladkaga kley bu. Kafelni kleydan chiqadi deydi. Ha, agar stanok olmoqchi bo'lganlar, bu sohaga umuman tushunmaganlar, bu sohaga kirmaganlar chiqib abordinerdan olib shu biznesni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsa, aziz do'stimiz bemalol biznesda atido ignasidan ipigacha o'zi 10 yildan beri shu sohada ishlaydi. Даже mahsulot qayerdan olinadi, qum, pesok, ximikat qayerdan olinadi, даже mana bu qoplarigacha qanday tayyorlanadi, ipidan ignasigacha o'rgatishi bor. Hamma xizmatlarini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Hammasi o'sha kelishilgan holatda bo'ladi. Abordiner o'rgatish, shu retseptlarni hammasini telefonga aloqaga chiqasizlar, hammasini o'rgatadi, xudo xolasa. Muammo qilmaydi. Qanday abordinerlar sen o'ylagandek chiqdimi? Yaxshi. To'xta, mana bitta o'chirib shuni shovqinini. Buning ichida hozir mahsulot bor. Buning ichida mahsulotlar ishlab aralashtirib yotibdi mana. Ke bitta ko'rsataylik ichkarini. Ko'pchilikka ichkari ham qiziqda mana. Mana mahsulotni aralashtirib yotibdi mana. Ha? Boring. Endi ko'pchilikda aziyat qarab, bizga savolki mana, hozir ichida qancha mahsulot bor? Hozir 1 tonna. 1 tonna mahsulot. O'chir, apparatni o'chir bitta. Apparat o'chdi mana, ha? 1 tonna mahsulot turibdi, yana 300 kilo mahsulot ketadi, 1 tonna 300 kilo bemalol chiqadi. Endi ko'pchilikda savol mana shu holatda ishlab turganda apparatda svet o'chib qolishi mumkin-ku. Ko'p ustalarda tayyorlangan abordinerlarda bu svet o'chgandan keyin bu qaytib yurmaydi apparat. Buni bo'shatish kerak bo'ladi mahsulot. To'g'rimi? O'zing ko'rgansan-ku tajribang davomida. Shunday постоянно shunday bo'lchida, nega deganda lapka tus bo'lchida. Uzoqligicha. Sizlardagi O'zbekistondan kelgan lapka bo'ldi ekan, chiqsang ustiga taqsang bo'ldi. Lapka bunday. Yangi variantda ekanda. Pokoleniya yangida, ular novi model. Variantda и boltlardi. Boltga bular shineglarni o'zgartirish mumkin. Endi yurg'iz bitta ko'rsatib tur video qilib mana. Apparat hech qanday muammo qilgan yo'q, 1 tonna mahsulot ichida turibdi, aylanyapti mana. Aylanadi. 1 tonna bor ichida. Ichida 1 tonna bor. Biroq sen aytib o'tasizmi? 1 tonna 300 aylantirib o'tasizmi? 1 tonna 300 kilo. 300 maksimal aylantiradi. Endi qara, buni o'zini me'yorida qum bilan semenni tarkib og'irligini hisobiga 1 tonna 300 kilo mahsulot bunga sig'adi hozir. Sig'adi. 1 tonna 300 kilo kafelni kley sig'adi. Lekin rodman shpakilovkani o'zini tarkibi ozgina molekulasi yengilligini hisobiga 1 tonna sig'adi. 1 tonna. Finish 800 kilo bo'ladi. Finish, ha? Finish 800 kilo oladi. Shunga qarab turib hisob qilaverasizlar. Finish bor bo'ladi-da. Ha. Finish yengil bo'ladi. Bularda o'sha pastdan bu yerga meshogida qurishni tashlamaslik uchun shineglar qo'yilgan space. Bu yoqda o'tib ko'rsatamiz. Mana mahsulotlarimizda bu yerda bu melmi gipsmi? Kalsit. Ha? Kalsit. Kalsit bu, ha? Mel deymiz biz kalsitda. O'zbekistonda bu gips. Mel, gips, qum. Qum.
Mana bu yerdan shu qop bilan bolalar olib, bemalol bu shinekka tashlayveradi. Shinek 1 minutiga 5 xalta 6 xaltasini 1 minutda 5 qopni 5 qopni olib chiqadi. Zapravka qiladi. 1 minutiga 5 qop degani bu где-то 50 kilodan bo'lganda 250 kilo 1 tonnani 4 minutda zapravka qilyapti. Ana borki 5 minutda zapravka qilsa, 5 minutda zapravka bo'ladi. Soatiga 1 tonna chiqarsa bo'ladi. Bo'ladkan, chiqarib ko'rdik. 1 tonna soatiga chiqazadi. Agar bundan kattaroq ob'yom kerak bo'lsa, uni adde telefon qilsalaring, bundan katta liniya, biz soatiga 2 tonna, 3 tonna mahsulot chiqaradigan liniyalarimiz ham bor. Cho'ng'aytsak bo'ladi, zakaz bilan. Ha, zakaz bilan cho'ng'aytirib qilib beramiz. Xullas, kimga aborduyna kerak bo'lsa, agar shu O'zbekistonga kimdir daveriya qilmasa, yo'q, menga Bishkekdagi diler kerak. Men Bishkekdagi odamni bilaman, Bishkekka gaplashaveraman desa, Adilitga chiqadi, Azlitga. O'zbekistonga o'zim prema gaplashaveraman desa ham farqi yo'q, o'zimga chiqadi, lekin baholar, senalar bir xil. Razlitsa bermaydi hech qanday. Aborduyani misol uchun O'zbekistondagi tan narxini aytamiz, yo'l kirosini ham o'zi to'laydi. O'zi to'laydi yo'l kirosini. Men что Bishkekdagi garantiyaga tayyor. Azizlar do'stimiz, Bishkekda biz garantimiz bo'ladi, ham dilerstvamiz bo'ladi. Bu do'stimiz bilan ancha yildan beri ishlaymiz. Yana xudo xolasa, yana 3 ta kelyaptimi operatsiyaga? Ekin zakaz bilan 3 ta kelyapti. Yana 3 ta kelyapti. Bu yoqqa bitta, bu yoqqa yana 2 ta qo'yiladi, xudo xolasa. Tez kunlarda uni ham videosini qilib chiqazamiz. U aborduynalardan keladi. Xullas, kimga shunaqangi kafelniklar, rodman, shpakilovka, shunaqa spray ishlab chiqarish qiziq bo'lsa, mana shu ekran tagiga telefon raqam qo'yamiz, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqaverasizlar. Bishkek, Qirg'iziston bo'ylab polni dastavkalar hammasi bor, hamma aborduyna kelishilgan holatda, senalar kelishilgan holatda. Buni shu qopini qayerdan oladi? Qanday tayyorlaydi? Qop qanday tayyorlanadi? Mahsulot qanday, ximikat qayerdan olasan, qancha qo'shasan, hammasini o'rgatish obslugasi bor, servisi bor. Endi u kelishilgan holatda o'rgatiladi ular, to'g'rimi? Qo'yperasiz. Endi kimdir misol uchun senga noldan senga kelib turib shu yerda aborduyni zakaz qilib qo'yib, senga bir hafta 10 kun senda shogird tushib o'rganib ketish imkoniyati ham bor, to'g'rimi? Shogird ham olaverasan, bir hafta 10 kunga kelishilgan holatda o'rgatib, atida tushuntirib qo'yasan. O'zini aborduyinasi kelsa, ishga tushirib ketaveradi, to'g'rimi? Подключениядagi bor, baldar bor. Подключениyaga. Elektrичество, Atido hammasi ipidan ignasigacha qilib beramiz, xudo xolasa. Endi biz Bishkekda, xudo xolasa, dilerstvamizni ochdik. Hammani ishlariga rivoj ko'rganda ko'rishguncha kanalga a'zo bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar.